Xo'p, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zeuk. Xo'p, bugun do'stlar mana shu Subway Surfer haqidagi horror o'yinni o'ynab, maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Do'stlar, yana bitta yangilik, men YouTube'ga qaytdim. Endi yana yangi videolar chiqishni boshlaydi. To'g'ri, orada 1-2 oy video chiqmay qo'ydi. Ozgina dam oldim. Endi yana YouTube'ga qaytish vaqti keldi. Xo'p, bo'lmasam ko'p gapirib o'tmasdan o'yinni boshladik. Bizda chapter 1 ya'ni birinchi bo'lim ochiq, new game. Ketdik. Xo'p, mana o'yinimiz boshlandi. Xo'p, bu lekin horror o'yinga o'xshayapti. Xo'p, hozir sensitivity-ni jichcha to'g'rilab olamiz. Chiqib ketib qoldim. Uzr do'stlar. Endi normalni bo'lsa kerak. Xo'p, ketdik. Bu yerda shunchaki o'sha Ух, блядь. So'kinma, garang. Блядь, deydi. Просто poyezdchalarga kichkina. Shunga ham so'kinish kerak. Xo'p, xuddi o'sha ko'p. Bu qanaqa darvoza yana? Xo'p, bu yerda qizil knopka. Looks like I have to do something to get the door open. But what? What? I need to find out. And where is my spray paint? Did I lose it somewhere? It would be nice to find it. What the fuck? Nima deyapti bu? Вообще inglizchani tushunmayman. Ух, блядь. O'zim qo'rqib ketdim, nima bu? Va u to'q pastda qoni tepada turibdi. Bak, teksturli bak. Ton qilib yuradi yoshni. Chekkadan olib ketsa bo'lardi. Yaxshi, xo'p. Bitta bitta YouTuber o'ynaganini ko'rdim, mana shu turgandi, mayli. Great. I found my spray. Now I can do what I love so much. Endi adashmasam poyezdlarni Paint the wagons. Ho. Deb kuldi o'zi. Xo'p. Poyezdlarni qarab chiqish kerak. Ko'rgandim birinchi chapterini, birini o'yin kim qarabchi bitta YouTuber o'ynaganda o'shandan ko'rib olgandim. To'xtanglar, oldin o'tdan ko'rib olish kerak. Qaysini qayoqqa bo'yashni ko'rib olish kerak. Xo'p. Mana sariq qizilni korolga bo'yarkanmiz. Birinchi shuni qilib chiqamiz. Sariq qizil avtobuslar qani endi? Mana shunaqa avtobuslarni korolga bo'yab chiqamiz. Yo'q, mana shunga bunda ham yo'qmi? Bunda yo'q. Bunisidachi? Bunisida ham yo'q. Чувствительность вообще pastga o'xshab tuyulyapti bana. Xo'p, bu korol emas. Xo'p, boshqa adashmasam bunaqa sariqda yo'q ekan. 2 donami ekan, o'sha 2 donasini menimcha bo'yadim. Endi qolgan avtobuslarni rangini va qanaqa bo'yalishini ko'rib olamiz. Xo'p. Qizillarga skelet, ko'klarga yurak. Xo'p, mana unga skelet ekan. Xo'p, mana skelet, ko'kka yurak. To'g'ri. Unga skelet. Bo'ldi, skelet. Unga yurak. Yaxshi. Unga skelet. Nima bo'ldi? Adashmasam darvoza ochildi-ku. Ketdikchi darvoza oldiga. Adashmasam darvoza ochildi. Xo'p. Yo'q. Qani? Who is smart? I am smart. Ha ha ho ho ho. Yes, I am smart. Ketdik bo'lmasam. Xo'p, bu chapter 2 adashmasam, shu chapter 2 ga o'tdikmi yo'q? Bu hali ham chapter 1 mi? Yana bilmadim. To'g'risi uncha inglizchani yaxshi tushunmayman. Uy. Hey.
8. 8 sonini ko'rdim. 5. 8 5. Qoch. 8 5. Ah. No. 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 No, please no. Ben 8-5 sonini ko'rdim xolos-ku. Password? From the numbers? I definitely saw these numbers somewhere. What the fuck is this? Boshqatdan o'ynaymiz endi. Sonlarni ko'rmadim. Hop. Son yo'q. 2 6 Password? From the numbers? 2 I definitely saw these numbers somewhere. 0 7 My memory is not that bad. I am proud of myself. Bosmasin, короче, bosilmasin deyapti-da, короче. Oh. Nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi-yu. Nu, mayli ketdik. Bilmadim lekin nima qilamiz bunda. Xo'p, batda ham nimadir detsek kerak-da, menimcha. Ko'nglim sezyapti. What the fuck is this? It looks like they are hungry. Oh, I ular guess och. I need to feed them something. Ularni nimadir bilan, короче, oziqlantirishim kerak deyapti. What the fuck? What the fuck? Yoki what the fuck? Xo'p, nima bilan oziqlantirish? Ovqat bormi? Kompyuter emas, notebook. Tiqilib qoldim. Qanday chiqaman endi? What the fuck, tiqilib qoldim. This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. Chiq. I need to find a way to find out which wagons are enemy and which are not. This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. I need to check the wagons. I'm not sure, but I think I can now find out what's inside the wagon. To'q yediramizmi ularga? Batdan to'q. Bitta tanga. Batdan tanga. Bitta o'rgimchak. O'rgimchak yedirmasak kerak har holda. Hop, to'q yana. It looks like they are hungry. Oh, maydan I chiqsa guess bo'ladi. I need to feed them something. Yeah. This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. I need to check the wagons. Hop. Maqsad tushunmayapman lekin. Oh, maydan chiqsa bo'larkan. Oh, gitara. Guitar. Gitara cholamiz. Interesting. What can I do with it? What the heck? Kimdir urib o'ldiramizmi gitarada? Chiq, urib o'ldiraman. Chiq, qani sang plos. Aytdimizam. Chiq, urib o'ldiraman. Bu darvozani shu bilan buzib o'ldiramizmi? Darvozani o'ldirmaymiz. Hop. Qani bu bo'yab chiqaraylik har birini. Balkim hammasini bo'yab bo'lganimizdan keyin qanaqadir bironta narsa berar bizga. Xo'p. Bu bo'yalgan, mana qolib ketibdi. Buni bo'yapman. Bunisini ham bo'yaymiz. Hop, bunisini ham. Bo'ldi. Yana nima qilish kerak? Hop, давайте tangani qanday olsak? Ye, ursak bo'lar ekan. Ba! O'rgimchakda ursak nima bo'ladi?
Qiziq, bolalar qayim tur ko'radi. Yo, yo, yo. Uy, billa. Demak, bolalar shuni bildimki, o'rgimchakda tegmaymiz. Of, yana boshdan qilib chiqish kerak. This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. Hop, bularda yo'q, bularda bor. Hop. Mana yana. Senga olam gul. Yuragingga chiqqanicha ol. What the fuck, nimalar deyapman? This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. Manimcha to'g'ri kalibratsiya qilyapmiz. Yana bilmam. Guitar. Interesting. What can I do with it? Xo'p, tanga olamiz. Tanga bildimki, tanga xavfsiz ekan. Bizda hozircha bitta tanga bor. Ikkita. Xo'p, bularni bo'yamabman. To'q. O'rgimchak. Qani to'g'ri ham. What the fuck? What the fuck is this? Qana qo'yim bu? Demak, faqat tangani olish kerak ekan. Razraботchiga juda zo'r gaplar aytgim kelyapti-da. To'g'ri desa bo'ladi-ku. O'sha to'g'ri shuni og'ziga tiqib qo'ysa bo'lmaydimi? Yasama tishlarni. Yana boshidan qilib chiqish kerak ekan hammasini. This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. Vaqtim ketyapti. Vaqt bu pul. Pul bu vaqt. Shunda pul vaqtmi, vaqt pulmi? Qaysi biri? What the fuck nima deyapman? O'yin jinni qilib qo'yadi yaqinda meni. Xo'p. Maytdan ikkinchi kompyuterda ham yoqamiz, ili gitarani olamiz. This sound usually means that something has changed. I need to check the wagons. Xo'p. Kristem, to'g'ridan qochishga harakat qildim, lekin qochib bo'lmas ekanman. Isqirt. Hop, mana shu so'nggisi yo'q, maytda endi to'g'rigan. Bo'ldi, endi guitarni olamiz. Guitar. Interesting. What can I do with it? Interesting. Haromni o'ldirmaymiz. O'rgimchak bilan tovuqqa tegmaslik kerak ekan, shuni bildim. Hop. Yaxshi. Shuni tangani ichida maxluq chiqib kelsa, aldasa o'yinimiz. O'sha paytdayoq chiqib o'chirib yuboraman o'yinni o'zim. Xo'p, bizda 8 ta tanga, ili bular ham 8 ta. What the fuck? Tangani yediramizmi bularga? It looks like they are hungry. Tangani I guess I need to feed them something. Tanga xo'rlar. Enjoy, Hungry Spades. I'm going to the next level. Great weather. I love the rain, but I don't like the dark. Yeah, I am nimadir Короче, men yomg'irda yaxshi ko'raman, lekin qorong'ulik menga yoqmaydi. Men yomg'irda yaxshi ko'raman. Xo'p, bo'sh karta. Yaxshi kelibdi. Eshik qilib. Oh my. Yaman bo'ladi. Datchikmi? Yo, datchikmi qalbi. Kompas, elektronniy kompas. Great weather. I love the rain,
but I don't like the dark. No. Yeah. What the heck? Hozir tiqilib qolaman, aytasan. Tiqilib qolaman yaxshi. Nima? Tushunmayapman, nima kerak? Chat ko'rsyapti, nimaydimi? Mashtaga. What the heck, man? Qanaqadir uy. I can't see anything here. My. I need to turn on the light. Opacha qalaysiz. Go'shtli poyezd, skelet poyezd, televizor. Короче, давай, сука, наставниц. Xo'p, svet yoqsak bo'ladimi? Oho. Mana включательничек katta. Bu ham ayniki yetmasa kerak. Oilaviy poyezdlar, boboy, kichkina qizcha, bir ko'zli poyezdlarmi nima u? What the heck? Bu qanaqa rasm bu? Yerda olmalar yotibdimi, bilmayman nima yotibdi. He has wagons everywhere. Sick bastard. No, nima deganini lekin tushunmadim. Xo'p, ba'da otsak bo'lar ekan. Hech nima yo'q. Kravatga o'tib uxlayveramizmi? Xo'p, bu yerni ham otsak bo'lar. Bu anu Короче, ofitser-ku bu. Hali orqasidan qo'yilib, deb qo'yiladi. O'sha ofitser-ku. O'shani uyga kelib qoldingmi? Yo, hozir chiqib qolmaydimi ish qilib? Qilib orqamdan qo'yilmaydimi? Nima bu? Tobutmi? Yeba, tobut. Tobut. Короче, nima qilishimizni lekin tushunmayapman. Просто video o'rganib yuribman. Tualetda nima bor? Harroni. Kallengiz skibidi. Yo'q, buni suv ochvorsa bo'ladimi? Isqirt. Skibidi top yes. Pashol. Tualetda ofitser shuni qanaqa qilib tualetga o'tiradi? Valyaq. Ofitserda unaqa odam deb o'ylamadim lekin. What the heck, man? Odamni qo'li. Great. I found legs and arms. What the heck? Odamni oyog'i. Yana bitta oyoq. Ikkita qo'l, ikkita oyoq. Ofitser, ushadimmi sana odam ko'rma hali u ofitser. What the heck, man? Bular ishlatsak bo'ladimi? Ishlatsak bo'lmasa ekan. Bularni nima ishlatamiz? Vanna hisoblaymiz. Uyitib qo'yamizmi? Hazil. Skibidi tuvalet. Ol. Ol. Yemasa ekan. Kella shuni yopib qo'yaylik. Yoqmayapti. Kitoblarda nimadir bormi? Bironta bir perepiskalarmi? Xo'p. O'yin juda qorong'ida. To'xtab turinglar, yarkisini ko'tarib olay. Vashcha qorong'i o'yin bor-ku, hech nimani ko'rmayapman. Xo'p, bo'ldi. Выключательmi? Yo'q, выключательmi ekan. Endi sal yorug'roq bo'ldi-ku. Ko'k kitob. Olsak bo'lar ekan. What the heck? Sirli xona. Yeba. Men buni ko'rmadim. Kim bu? Haligi
Qop-qora o'rtog'imizga men televizor ko'rib o'tiraman. Juda zo'r kino ekan. Vashi, nima qatib bo'ldi? Xo'p, bolalar, meni cho'ta o'yindan o'tib Yepa, yana boshdanmi? Kontim bor ekan. Yaxshi, kontim bor ekan. Great weather. I love the rain, but I don't like the dark. Men yana o'ylarim boshidan o'ynab chiqamanmi deb o'yladim, Uzun o'tib bordi, shuni. Unaqa xatida-da, shuni o'tib bordi o'zimizga. E'tiborlar uchun bu naqada, Play Marketda yo'q. Google'dan tortganman-da, o'sha Google I need to turn on the light. Xo'p, endi narsalar qattalayim bilaman. Birinchi oshxonadan anu qoravoyni qo'li bilan oyog'ini opishamiz. Great. I found legs and arms. Xaladiniki qo'yib qo'yibdi. Nu, bitta narsa o'ylantiray. Nimaga qo'li tepada? Qarchi, prosto xaladinlikda, oyog'i morozilkada. Men oyog'i ochib bo'lam. What the fuck? Nima deyapman? Yo'q, Jack. Jackmi do'stismi? Qarchi. Xo'p, buni bilmadim, lekin oyog'ini qo'yamiz. Qo'llarini joyiga qo'yamiz. I put everything in place, but nothing worked. Maybe I need to search the house to find something useful. Qarchi. What the heck, man? What the heck? O'yin razrabochki nima He has qilyapti? wagons everywhere. Sick bastard. Ko'rdilarmi notebookda nima turadi? Isqir, demayapsizmi? Ma ayni emas. A drug with that name will definitely come in handy for me. Jack bir balo dedi. Hi, Jack. You are my savior. You can take my girlfriend. You deserve it. Inspector Hector has gone mad. He is obsessed with wagons. He makes monsters out of them. He also wanted to make a monster out of me. Black, strong, agile, like me. But you saved me. Then we need to stop him. Yes, but not us. You. You are the main character of the game. And I have to run because I am black, strong, agile, bi, and keep the key. I hope you know how to use it. Chiu bilet. To'g'risi bitta ham gapini tushunmadim, lekin kalit. Qarchi kalitni olganda bir bola qilgan. No, qarchi uni inspektor qarchi jinni bo'lib qopti, hammani monsterga aylantiryapti. Meni ham aylantirmoqchi bo'ldi, lekin sen meni qutqarding dedi, lekin shu joyini bir balo qilib tushunib oldim. Yaxshi. Inspektor, endi sakrasang ham bo'ladi. I finally met you, you little asshole. Nihoyat seni ko'rdim. I'll kick your ass, wagonophile. Esa vasillar derivasasha was on bow. Asa 13 mayors. Men qora o'rtog'imni qo'li oyog'i, uchinchi oyog'i. Taste my guitar, bitch. Joyni ko'rgandim. Ayağım. Ay. Bo'ldi aka uzur. Sakra. Yürü. Sakra birinchi. Lo'qsan sen. Olmadimi? Sakra. Ye. Bu qaramayman. Ikkalanib chiqaradi. Sakra. Ish. Qo'yma. Nima? Ikkalanib chiqaryapti. O'zim duqun yetmaydi, birga bir duqun yetmaydi. Duqsan-da, duqsan. Ay, deydi. O bittali jonim qoldi lekin bor. Bitta shuni tegib ketsa o'ldim hisob. O yaxshi. Yugur, bratishka, yugur. Ur meni.
sakra. Hey! Yo'q, no. The fuck, yugur, what the fuck? Qoch. Vur, o'ldir, yaxshi. This time you beat me. But we will meet again, little Sen asshole. meni I will take revenge on you for everything you did to my black friend. Kuchga to'lib, Ciao, enangni amigos. ko'rsataman deyapti. Ciao amigos. Alloh, duxing yetmayapti birga bir, Allohsan desa. Nima bo'ldi? Chapter 1 tugadi. What the heck? Muzika ham o'zgardi. Boshida eslaydingmi? Subway Surfer deb qanaqadir g'alati muzika bo'ladi o'zi. Xo'p, do'stlar, shu joyda bugungi videoni tugatamiz. Albatta buni agar video yoqib, layklar ko'p, короче, layklarni normalniy bosib, prosmotr normalniy bo'lsa, chapter 2sini ham o'ynab chiqaraman. Xo'p, bu albatta sizlarga bog'liq. Agar o'yin yoqqan bo'lsa, chapter 2sini ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, videoga like bosib, obuna bo'lib, kommentariyada davomi, ikkinchi qismi yoki chapter 2 deb yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.